Assalomu alaykum, sizlar bilan Frenki, zo'rmisizlar, yaxshimisizlar? Bugun sizlar bilan Frenki, hozir biz nima qilamiz deysizlar? Biz hozir sizlar biza man qasr qurishni o'rgataman bolalar. Qaysi uyda olasan deb o'ylasanglar, mana shu uyda olaman bolalar. Hozir narsalar manaqa bor. Mana shuncha narsa yetadi. Mana narsalarim ham bor. Qani taxtalarni olamiz. Endi qurishni boshlaymiz bolalar. Hali bugun uxlamadimman, o'shanga charchaganmanmi. Bolalar narsalarni hammasini terib olamiz. Mana bu yilda taxta to'la mana bu. Qani endi bolta olamiz. Kirka ham olamiz. Har ehtimolga qarshi. Qani kirka bilan nima qilsak? Buni o'zgartirib chiqaramiz. Tepasiga chiqib olishim kerak bloklarni. Qani bitta, ikkita, uchta, to'rtta. Mana bu yerda chiqib oldim. Endi bularni mana bunday noto'g'ri qo'yib olsam bo'ladi. Mana olamiz. Buni ham sindiramiz. Tushib ketma. Qani buni mana bolga qo'yib chiqamiz. Qani noto'g'ri qo'yib oldik. Hozir qo'yamiz. Qani mana qo'ydik bolalar. Buyog'larni ham g'oz qo'yib chiqamiz. Bolalar. Qani buni sindirish kerak. Qani bu yoqqa. Endi tepasi qanday chiqadi? Bo'ldi. Bu yoqqa. Mana shular bilan qilib chiqamiz. Keyin eg'lariga ham yechish kerak. Qulab ketmasam bo'ldi. Qani qilib chiqamiz. Voy, tushib ketdim. Qani qilib chiqamiz endi. Bu yaqin-ku buyog'lar. Buyog'lar ham bo'ladi, eg'lari. Qani bilan sindiramiz. Nezirakli boltani kuchi ketib qolmasa bo'ldi shunchadan. Endi bu tepaga chiqib olishimiz kerak. 1, 2, 3, 4. Qani qurishni boshlaymiz. Sal tezlashtiramizmi? Bolalar spokойно qilaveramiz bolalar. Qani bu qo'yamiz. Bu yoqqa. Endi buni sindirib chiqamiz daraxtlarni. 10 ta daraxt bo'ldi. Endi bitta qaraymiz. Bo'ldi, zo'r chiqyapti. Ichini ham ko'ramiz. Qani buni sindiramiz. Sandiqda ichidan nezil narsalar bor ekan. Nezil bloklari. Ichini bunday taxtalarni qo'yib chiqamiz bu yoqlarga. Qani bu yoqqa. Kech bo'lyapti. Shunday. Endi o'rab chiqishimiz kerak toshlarni. Yangi toshlar buyurtma qildim. O'shanga mana bu toshlar yetegan bu ko'tarishga. Qani boshladik. Necha balandlikka chiqamiz. Mana shuncha. Bitta sindiramiz. Ketma. Qani endi chiqish kerak ikkinchiga. Tushib ketdim. Qanberi yetsin. Shu ham bo'lmayapti-ku. Oldik. Shunday balandlik bo'ladi. Bu ham bo'lmayapti. Kuchukmi?
Qani bo'ldi. Yana tushib ketdik. Chiya bo'ldi. Yana yetmayaptimi? Shunday oddiy balandlik yetmayapti. Yetadi. Nezarokligimdan sinib chiqish kerak endi. Yana shunday balandlik bo'ldi. Ham bo'ladi. Ay, tushib ketdim mana. Juda tushib ketdim. Tufladim. Qanqib olamiz. Yana tushib ketdimmi? Bunday tushib ketishlardan ehtiyot bo'lish kerak. Bloklar qolsa kerak. Qani. Tushib ketdik. Hali blok qo'yishga ulgurdim. Tez blok qo'ymasa bularga bo'lmaydi. Bir stak tugar. Yana bir stak kerak. Tushib ketdik. Hali blok qo'ydim. Endi bunday qilib chiqib qolib ketaveramiz. Qani qolib ketaveramiz. Qani qo'ltik tepasini o'rab chiqmasa ham bo'ladi. Qalin blok qo'ydim. Bo'lmasa jon ketadi. Qani bo'ldi. Aniq tugaydi 4-chi blokni qo'yguncha. Bir stak tugadi yana. Yetsa bo'ldi-da. Shuncha ko'tarishga yetsa bo'ldi. Hali ham sotib oldim bularni. Necha pulga kelganini bilsangiz, shu 2 stak izmirotga keldi. Bir ko'tarsam bo'ldi. Kech bo'lyapti. Hozir ittalab qo'yaylik bo'ldi. Bo'ldi. Ittalab qo'ydik. O'rab chiqib bo'ldi. Endi qasmni bog'larini bitta ko'tarsak ko'rinib turadi zo'rligi. Bitta ko'tarilamiz. Bitta. Qishloqlar. Endi qanday? O'sha qog'ozni endi. Yoqqa bitta chiqib olamiz. Qo'yamiz. Endi nezaroklik kepkamdan sindiramiz. Tushib ketma. Endi qayerdan o'tdim? Asta o'tamiz. Endi o'sha yoqqa aynalib borish. Bordik. Keldim o'sha. Qani mana. Bo'ldi. Asta o'tib ketamiz. Qani bog'larida qo'yib chiqsam. Bunday qilib ko'rinmasligi uchun, qolmasligi uchun bo'ldi. Qo'yib chiqamiz. Hovlisi bo'lmaydi bu qasr. Ot bo'lsa ham ot qo'yib qo'yamiz. Ot quriladigan joy qurmaganman. Qasrning ichida. Necha marta qo'yib chiqaman. Toshlardan kam olinmanmi? Bo'ldan shular bo'lsa bo'ldimi? Qani endi bog'larga bunday qilib 2 blokni ko'tarib chiqib ketamiz. Tugab qolmasa bo'ldi. Yana 3 blokdan ko'tarsak. Shu tomni ko'tarib ketaveraylik. 2 blokli. Otur qo'yish yoqmaydi. Bittasi tushsa ham baxt. O'zim tushib ketdim.
Endi mana blokni olaman. Endi tepga qanday chiqaman? Taxtam bilan chiqib olaman. Taxtam bok. Taxtdan ko'p bo'larim. Ketmaykan, ketaykan. Tosh ko'p ketaykan. Mana qiyin, mana qanday. Mana to'g'ri chiqib olaman. Bitta qo'yaman. Ya, noto'g'ri qo'yib yubordim. To'g'ri qo'ydim. Oldim. Hammasi to'g'ri chiqibdimi? Buyog'larimdan bitta tepaga chiqib ko'ramiz. Qani bo'ldi? Buyog'larim bo'ldimi? Hozir taxtadan endi buyog'larimni taxtamni urib chiqsa, boltamni olamiz. Taxtamni urib chiqamiz. Bu yoqqa o'tolmasam kerak. Qani bu yoqqa o'tamiz. Bu yoqqa o'tamiz. Mana qo'yib bo'lmaydi. Mana qo'yamiz. Noto'g'ri qo'yildi. Tushib ketmay. Faqat tushib ketdi. Bolalar bu yoqdan ham chiqish kerak endi. Endi qanday chiqaman? Baland qiling. Taxta ham tugayaptimi? Noto'g'ri qo'yganimga endi tusha olmay qoldim. Olamiz. Hamma joyga bezatish ham qiyin ekan. Keyin qo'yilgan jihozlar olib kelamizmi? Jihozlar qo'shilmagan. Jihoz qo'yib nima qilaman? Mana. Endi pastga tushib ko'ramiz. Ikkita jonni oldi. Qani sinib chiqamiz. Yangi villager topdim hali. Bu eski villagerim shunday o'lib ketgandi. Eski. Mana qasrda qurdim bolalar. Like podpiska bosib qo'yinglar. Shunaqa zo'r bo'ldi. Sizlar bilan Frenki bo'ldi.